Nima kasal bo'lganlar o'zi? Yurak, sag'ir, umumiy bo'yicha oyoq og'riq, revmatizm, yurakka ta'sir qilgan. Yürek bu ne böyle davranıp kötülük kötü bari miyede közü tamirleri yorup taşıdı kurdum kurma oldu ki navan oldu yamaçtı nerede Bizim öngünü bilasizmi biz 11 sinf o'qirdik 99-yil. 3 kishi yangi olmaganmiz. Hali baquvvasiz hali tuzalib ketasiz xudo xolasa. Yo'q, doktorlar aytdi ko'zi. Hurmatli do'stlar, hozir plastik qo'yamiz. Kimning nomida chiqadi plastik? Akangiz o'zlarini plastik. Nima familiyadan? Fozilov Habibjon. Fozilov Habibjon degan nom bilan plastik chiqib keladi. Shu plastikni ko'nglingizdan chiqarib, mana yordam qilib. O'zingiz yaxshimi? Allohdan kecha dadlari mehmon bo'lib shu ahvolda yotib qoldilar. Hech kimga nima qilmadim. Rahmat mahalla-ko'y, doktorlarga ham, hammaga ham. Shunchalik hamxona bo'lganimga ming marta shukr yotib qolgani uchun men shularga kecha iltimos qilgan, kecha yordam beringlar deb nima qilgan joyim bor. Sag'ir, yurak, ana buyrak, umumiy bo'yicha kasallik bilan nerv patolog bilan yotganlar, umumiy bo'yicha gruppalar, ikkinchi gruppada Oblopaniyasi, Namangan, Go'zal, Zezi, ko'zlari ko'rmay qoldi. Oxiri hayotga majbur bo'ldim shu ishga chiqishimga uyol qilmaydilar. Ey Xudo, Parvardigor, iloyim dardlariga shifo berdi. Habibjon akani davolaguncha ham ozginagina pul kerak ekan, shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz. Bu Habibjon akani davolanishingiz uchun yordam berib turishingizni so'rab qolamiz deb so'rayaptilar xolani o'zlari. Shuning uchun hozir holatni ko'ramiz. Habibjon akani oldiga kirsak bo'ladi. Bo'ladi, bilmayman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Habibjon aka. Yürek bu ne böyle davranıp kötülük kötü bari miyede közü tamirleri yorup taşıdı kurdum kurma oldu ki navan oldu yamaçtı nerede bindi kuyusu elin nuru sağsızdı ko burada halos kir itti yamaçı buna kılıçtı böyle konaydı oldu 290 çıkıp başına kılıyor payoğlu bir yoğu oldu yüreğim ya böyle sonra oldu davlana Oblopaniyasi kırdı, Go'zalam kırdı, hammasi kırdı. O'sha ko'ldori hammamni ko'ldori qilishdim. Go'zalda ham Ikki mahalla ham yana ikki o'rdori berib ketdi. Ko'ldori ular qilishdi. Ayoqlarga qon bormayapti. Anasa deyishdi, mana o'sha tumor yuraklarga qiygandi. Keyin shunaqa qilib avval chet qo'yadigan bo'lishdi. Keyin ta'mirlarim yo'lib ketaverdi, stenti. Ko'z ko'ryaptimi hozir? Ko'z ani sal nuri sezildi xolos. O'zim yamaçtam o lazer bilan. Lazer bilan yamaçdi. Bu ko'zim men 2007-yil yilab ketganman, tapalasi qilgan. Zo'kijakka rahmala g'ishpani salati. Buni ko'rmadim. Endi bo'lsa ham shunaqa bo'ldi. Habibjon aka qo'lni beringchi narigisini o'ngini. Bilasizmi biz 11 sinfda o'qirdik 99-yil. 3 kishi yangi olmaganmiz. Hali baquvvasiz hali tuzalib ketasiz xudo xolasa. Yo'q, doktorlar yashab ketadi.
Teretatlı besin, yurtumuz Türk besin, hemen tecrüz olmasın, hiç kim kasar bölmesin. Hammasın o tenesini uzun besin, hamma insanlarını. Hammadan tencere soğumasın, oğul kızıyla katıyorsun, oğul eğileri üretirler. Kızları aşık yolu geberiyle. Yurtumuz Türk besin. Doğuyup şu tecrüde öterli. Ballarımızın, muruzumuzun göderlerine, devrelerine, hammalarına, katçalara, hammalarını muruzun vurup, yüzlere kırıp, hiç kim kasar bulmasın. Hamma da olmasın. Sıra kigarların gücüne. Habibjon akam bilan mana Malahatjon opamizni biz bilamiz. Mana shu mahallada katta bo'lganman. Habibjon aka halol mehnat bilan 5 ta bolani katta qilganlar, kolxozda ishlardilar, dizel haydadilar kishi. Biz yosh bolamiz, eslaymiz. Opa maktabda borsiyalik qilardilar, farroshlik qilardilar. Halollik bilan shu 5 ta bolani katta qilganlar. 46 yil turmush qurishibdi. Shundan 20 necha yil kasal bo'ldilar? 25 yil. Iltimos qolaman, agar qo'lingizdan kelgancha o'z karta raqamlarini qo'yamiz. Shu karta raqamga Habibjon akam uchun yordam berishini so'raymiz. Ozginagina shu shifoxonaga olib borib shuni davolatish kerak. Shunga endi davlat tomonidan ham yordam berilgan. Mahalla ko'y yettilik hammasi kelib har kun havoro kelib turishadi. Lekin shu davrgacha ozgina xalqdan yordam so'rab bering dedilar. Shuning uchun kelganman. Endi Malahatjon opa, shu akamni shunchalik qaraganingizga mana sizga bir tadbirkor ukamiz bozor oldi savdo qiladi kishi berib yubordilar shuni. Mana shuni yaxshi kunlarga kiying. Qani bir kiyib ko'ringchi. Loyiq haqni hammaga jabiy mo'min mana shu yordam bergan hammasini pullariga baraka bersin.